Erim ertalab 6dan baqirib qolsalar bo'ladimi? Yangi kelinligingda ham ko'chalarni ham, podyezdlarni ham supurmasding. 5-etajda yashaymiz deb men ham ko'chaga chiqazmasdim supurgani. Hovli olib bersangiz, har kuni vohli turib supurib suv sepib qo'yaman dirding-ku. Qachon bundoq vohli turib ko'chalarni supurib suv sepasan? Hatyobi obeddan keyin supurib suv sepib qo'y, salqin tushganda. Agar ertadan ko'chalarni supurib suv sepib qo'ymasang, uyingga olib borib tashlayman deyishlari bilan budilnikim chalinib uyg'onib ketdi. Qarasam, soat 8 bo'pti. Mayli, tur, ishingni qila qol. Tushingda ko'rganing o'ngingga ko'chib rostdan ham ering baqirib qolmasan deb ko'chaga ilingan kirlarni yig'ib, soya salqinda hovlilarni supurib oldim. O'zi hovlimiz unaqa katta emas. Har kuni kechki payt ko'chalarga hovlilarga ojon suv sepib qo'yadilar. Bugun vohlidan shu ishni man qila qolay deb qilishga chiqdim. Hovlimizni top-toza qilib supurib, 5-6 chelik suv ayamasdan sepib oldim. Ertalabdan hovlimiz muzdekina bo'ldi. Hovlidagi ishlarni qilib, paysellarimni almashtirib, kir moshinaga tiqib bordim. Instagramda parashoni ichiga bafi solib qo'yib, kirlarni yuvsib, hamma dog'larni ketkizib, yana ham toza yuvadi degan videoni ko'rdim. Men ham parashoyimga 4 qoshiq bafi solib aralashtirib qo'ydim. Endi har bitta yuvgan kirim yana ham toza bo'ladi. Hovliga suv sepib, muzdekina qilib qo'ydim. Endi ularni ham polini artib, changladan qutulib, uyiga ham muzdekina qilib qo'yamiz. Vannaga kirib velidam shvabrasiga qarasam, tryapkasi kir bo'lib ketibdi. Sirazi 2 qoshiq bafi solib, ustidan shaqillab qaynab turgan suvni so'bordim va atigi 10 minutga yuvib qo'ydim. 10 minutdan keyin tryapkasi yeb-yangiday bo'ldi. Tryapkada yig'ilgan hamma mikroblar ham o'ldi. Ana endi cheligimizga suv to'ldirib, eng shirin hidli konditsionerimizni solib, pollarimizni yarqiratib artib olamiz. Konditsionerli suvda polinani artsanglar, shunaqa shirin hid keladi uylardan. Освежитель sepishga hojat ham qolmaydi. Xo'sh, sizlar ham Germaniya mahsuloti bafini ishlatib turasizlarmi?